Mahalla raisi faqatgina oqsoqol emas, yoshlarning eng yaqin do'sti, sirdoshi, ko'makdoshi. Mahalla raisi bu mahallaning vijdoni. Mahallada bitta bolaning noto'g'ri yo'lga kirishi ham favqulodda holat bo'lishi kerak. Shuning uchun har bir bola haqida, uning taqdiri, kelajagi haqida avvalo sizlar ko'proq qayg'urishlaring kerak. Mahalla raislari yoshlar bilan tez-tez muloqot qilib, ishsiz yurganlarni mahallasidagi 10-20 tadan yaxshi tadbirkorga bog'lab qo'ysa, ilm olaman, IT bilan shug'ullanaman, kitob o'qiyman, sportga boraman deganiga sharoit yaratib bersa, bilasizlarmi, vaziyat qanday o'zgaradi, ota-onalarning og'irini qancha yengil qilamiz. Bunday ezgu ishlarimiz yaratganga ham, xalqimizga ham albatta ma'qul bo'ladi. Sizlar bu vazifalarni uddalashingizga ishonaman. Buning uchun sizlarda bilimlaring ham bor, tajriba ham, kuch, g'ayrat ham yetarli. Eng muhimi, odamlar sizlarga ishonadi, sizlarga ergashadi. Bir narsani aniq tushunib olishimiz zarur. Bolani yomoni bo'lmaydi o'zi. Ularga kattalarning mehri, imkoniyatlarini namoyon qilish uchun sharoit, o'ziga ishonch bo'lishi uchun motivatsiya kerak. Misol uchun tadbirkorlik jamoatchilik kengashi a'zolari 108 nafar chempion tadbirkorlarimiz o'zlarining 308 ta korxonasi atrofidagi maktablarga borib, yuqori sinf o'quvchilarini kasbga qiziqtirayotgani tahsinga sazovor. Eng muhimi, bu o'quvchilarning aksariyati kelajakda hayotini qaysi kasbga bog'lash haqida aniq tasavvurga ega bo'lmoqda. Bunday tashabbuskor, fidoi, vatanparvar tadbirkorlar mening qanotlarim, ularni ko'pchiligini zalda ko'ryapman. Yoshlarni qo'llab-quvvatlashlaring uchun, ishli va daromadli qilishlaring uchun sizlarga qanday sharoit kerak bo'lsa, hamma takliflarni tez kunda shakllantirib, ularni barchasini ko'rib chiqishga men tayyorman.